Katta yo'lni to'sib, mana shunday mototraktorlarda o'tkazdirmasdan sizlarga obzor qilib beryapmiz. Sababi narxlari juda ham arzon bo'lib ketibdi. Sezon qaytiga ulgurmaganlar ulgurib qoladigan payti sababi stol-stullarimiz narxiga o'rtacha hisob 200 ming so'mdan minus qilib yuboribdi akamiz. Ya'ni bittasi narxini aytib o'taman. Mana shu stol-stulimiz 800 ming so'mdan kami yo'q deb turilgan joyda akamiz 600 ming so'mdan baholab qo'yibdi. Biz bir boshdan tushuntirib beramiz. Videoga like tugmasini bosib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Sizmisiz? Rahmat. Mahallani to'sib hammaga xalaqit berib reklama qilyapmiz aka. Xudo xolasa narx-navolarni chiroyli qilib aka xalqimizga. Iloji bo'lsalik dastavkasi bormi degan kommentariyalarga shu boshida aytib o'tib ketamiz. O'zbekiston 12 ta viloyatdan ko'rishaversin bizni. Ha, bo'ldi aka. O'sha biz aytgan narxdan olishsa, dastavka qilib beraveramiz vodiy bo'ylab. Bo'ldi. Agar narxni tushirib yana dastavkasi bormi desa, yo'q, qilib bermaymiz. Ha. Boshida aytgan. Narxlarni yoritib beraveramiz aka. Mana shu kreslo fasonimiz, mana hamma xalq sevadigani. Aka, buni xon taxtasi endi buni nimasidan tushuntirak? 70 ga 120 bo'ladi aka. Laminatlar o'sha kromkali, kreslo fason 4 talik, turbalarimiz 09 aka. Machalkalarimiz toza 2 kilo machalka qo'yamiz. Ichida machalkasi bor. Zo'r. Steykasi nechilikdan olgan? Stol-stulimizni qalinligi 09 aka. 09 aka. Ya'ni zo'rdan. Hozirgi kunda endi standart hamma shuni qo'yyapti. 08 plyusovoy ham qo'yishyapti. Ha, agar 09 yo'q bo'lib qolgan yerga o'sha 08 plyusovoy qo'yyapmiz aka. Ana. Zo'r akamiz hammasini ro'y-ro'y gapirayotgancha butun like tugmasini bosib ketasizlar. Aka, shu qatorimizni necha puldan qilib yubordik mana? 600 ming aka. 600 ming so'mda mana shu aytib o'tilgandek. Keyin qarang. Bu qora ekan, ko'k ekan deganlar uchun rangi ro'yini tanlash imkoniyati bormi? Qizig'i yo'q aka, qilib beraveramiz. Qilib beraverasiz aka. Xohlagan aytgan svetida. Ha. Zo'r aka. Shunimizni 6 taligi necha pul bo'lyapti mana misol uchun? Qizil 6 taligi. 800 ming bo'lyapti aka. 800 ming. Lola fason, kreslo fason qizig'i yo'q aka. Qarang. Bu lola fason. Bu ham o'sha 800 ming. Hozirgi kunda lakonkalar, gaz vodoxonalar ochilyapti-yu, marujanolar. Sizdan bittada polni shu yangi ochgan joyimda sizni o'zingizdan 10 kamplik, 15 kamplik deganlar uchun kelishadigan joy bormi? Kelishtirib beramiz. Optim bitta olganda kelishtirib o'sha chiroyli qalin turbalardan qilib beramiz. Zo'r aka. Ya'ni buni o'sha lola kreslo farqi yo'q. Yo'q aka. 8 taligimiz necha pul bo'lyapti shunda? Mana bu tomonda ekan. 1 million 100 ming aka. 1 million 100 ming. Mana bunaqa nimalarni ko'ring aka, mana bunaqa 8 taliklarni mana bunaqa profil qo'yib beramiz. Ya'ni oyog'i jirilib ketmasinga. Jirilib ketmasin, likillamaydi. Odam Hozir bu narsaga ahamiyat berasizlar mana. Qatirilgan yo'q, sababi bu faqat reklama uchun ustiga qo'yib qo'yilgan. Bu ketyapti aka bu. Samarqandga ketyapti. Samarqandga ham qilib beraverasiz. Ha, Samarqandga ketyapti. U magazinchi ketyapti, magazin olib sotadigan. Xon taxtasining razmeri necha aka buni? 180 ga 90 bo'ladi. 180 ga 90. Zo'r. 6 talikniki 136 ga 90 bo'ladi aka. Ana. Bu joyimizda mana arendaga, to'ylar uchun. Asosiy hozirgi kunda ko'plab kommentariyalarda arenda bobidan to'yxonalarga arendaga beraman deganlar uchun, ya'ni shularda endi, to'g'rimi? Ha, shular aka. Bitta mashinaga xon taxtalarimiz yuklab ketsa bo'ladimi? Ha aka, 7 sm bo'ladi. Taklanadi. Yengil bo'ladi, ha. Xohlasangiz taklab ko'rsatib ham berilaveradi. Bo'ldi, mana shu tomonning oyog'ini taklab beringchi. Mana aka, ana 7 sm. To'ppa-to'g'ri. Mana shu holatda bo'lar ekan mana. Uni ham burib tersak, nima bo'laveradi? Xohlasa. Bunday qiladi, bo'ldi. Xohlasa ustiga chiqib ko'rsatib ham beraveramiz. O'zim 85 kiloman, bemalol ko'taradi ekan. Yana mendaqa odamni ikkita uchtasini ko'taradi. To'ylarda kerak bo'lsa ustiga chiqib o'yinga tushsin-ding. Unaqani to'polonlarda ham otilib ketsa ham hech nima qilmaydi. Zo'r aka. Mana bunimiz juda hashamatli shohona ekan. Bular aka o'sha paxtagul to'yxonalarga ham olyapti aka. Bundan boshqacha fasonlarni ham qilib beraveramiz, zakaz qilsa, materiallari ham qizig'i yo'q. Necha xil assortimentimiz bor? Mana shu rasmlarni tashlaychi, katalog tashlab beraverasiz. Tashlab beraveramiz aka. Zo'r aka. Bular mana eylin nima bo'ladi? Qalin 2,5 ga 2,5. Tagi endi material, boltga ekali. Keng bo'yli boltga ega ahamiyat berasizlar. Probkalari ham o'sha tashqi probkalardan ichkisidan emas, ichkisi bo'lganda ichiga kirib ketadigan variantda bo'lardi. Bu chiroyli aka. Aka, bu mana materialimiz yog'och-u, suvga, namga chidamliligi anaqami? Aka, buni suvga solib qo'ysa ham turaveradi. Turaveradi. Uyaltirmaydigan variant. Yo'q. Yomg'ir, qor,
hech nima qilmaydi. Qashqadaryo, Kraskalar Surxondaryodan ko'rishdi deylik mana shu stol-stollaringizda. Chiqarib beraverasizmi? Asosiy beraveramiz ularda to'y aka. yomon katta bo'ladi. Qoraqalpog'istonga ham chiqarib beraveramiz. Kelishsa bo'ldi aka. Zo'r. Narxini. Bunimiz necha pul edi? 1,5 million. 1,5 million. Bunisi 1,100,000 ming ekan. Ha, Ya'ni bu lola 1 million. fasonliga. Bu prokatchilarga-da, ana mahallalarga olyapti. Mahallalar haligi pul yig'ishib, stol kerak desa, shu stoldan qilib beramiz. Mana bunaqa aylanaka shahli bo'ladi, bolka ekali bo'ladi. Endi hozir mana bunaqa bo'ladi. Machalkalar shu ekkilik uyaltirmaydi. Mahallada liboy odam kelib tekshiram olaversin aka, tekshirib. Keyin qarang. Xo'p, bitta arendaga 10 kamplik olsa, bir tomonga 5 ta, bir tomonga 5 ta tegadi. Mana shunimizda xat qiladigan bo'lsa 1,100,000 so'mdan ekan. Buni 8 talik qilib o'tirsa ham bo'laveradi, ha, 1,100,000. Yana narx qo'shiladi. Agar 8 talik desa, 8 talik ham qo'yib beraveramiz. Mana oyog'ini sal ichkariga qo'yib, Tushunarli aka. tizzasiga tegib qolmaydi. Bunimiz sal boshqacharoq ekan, endi ham ishliroq ekan. Bu aka 10 talik bu. 10 kishilik. 10 Dumaloq kishilik. turgovoy. Materiallar aka, hani o'tirganda yetilib ketmasligi, tashlanib ketmasligi nima? Moyshi material aka, yirtilmaydi, garantiya Zo'r, a? beramiz. Xudo xolasa. Bundan tashqari yana assortimentimiz Vibertallarni tashib beraman dedingiz. Hozirgi paytda yiqqanimiz shu bo'ldi. Ha, aka, shu hozir. O'zbekiston 12 ta viloyatdan xavotir olmasa telefon qilishaversin. Ha, telefon qilaversin. Ammo bir kamplik, ikki kamplik desa qilib bera olmaymiz. Uzoqroq joylar. Ha, uzoqroq. Vodiy bo'ylabchi? Endi aka, yo'l kirasini o'zlari qilib kelsa qilib beraveramiz. Umuman bizga qoplamaydi aka nimasi. Tushunarli. Misol menga havas qildim, mana shu 6 taligingizdan bir kamplik chiqarib yuboring, men Farg'onani shaharidanman desa, chiqarib yuborasiz, yo'l kirasini to'lashadi. Zo'r. Zo'r aka. Nima deymiz? Qisqa va lo'ndaqi 6 minutga sig'dirib qo'yibmiz. Ma'lumotlar to'liq bo'lgani uchun like tugmasini bosib savdosini qilishaveradi bo'lmasa? Ha, bo'ldi aka. Akalar, nima deymiz? Pastdagi raqamlarga 24 ga aloqa chiqarsizlar, mana sizlarga arzon stol-stullar 600,000 so'mga nima beryapti hozir? 200,000 so'mdan 3 kun ishlasangiz ham bitta stol-stul olib borib qo'yasiz xonadoningizga, ya'ni chiroyli sharoitda sizlarga ham xonadonlaringiz salqin shabada bitta stol-stul bo'lishi mumkin. Xohlagan tanlovingizga qarab 4 talik, 6 talik, 8 talik, 10 taligacha bor ekan, xohlasangiz taklanadigan variantda. Mana shunga men maza qilib yana bitta qo'shimcha qilaman. Domlar uchun zo'r proyekt. Misol, yig'ishtirib devorga tikka qilib qo'ysangiz turaverar ekan, tor joylarga ham. Shuni 4 talik ham urib beraveramizmi? Yo, 4 taligi bo'lmaydi aka, buni 6 talik bo'ladi, 8 talik, 10 kishilik bo'ladi. Tushunarli aka. 4 taligini hali likkilab qoladi, neudobniy qoladi. Tushunarli. Farg'ona manzilamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamaterindan bo'lyapti. Ya'ni o'sha asosan stol-stul ishlab chiqaruvchilarning makonidan narx arzonligi bo'yicha hozir ham reytingda turibdi. Bundan keyin ham reytingda turadi. Bemalol tevarak atrof bilan solishtirib ko'raverasizlar akalar. Like tugmasini bosib ketasizlar, mana sizlarga stol-stullarning eng arzon joyi.